Nvidia kompaniyasini analiz qilib chiqamiz. Bu kompaniya haqida ma'lumotga ega bo'lmagan odam o'zi kam bo'lsa kerak. Trading bilan shug'ullangan bu kompaniyani juda yaxshi bilishadi. Bu kompaniya hozir kunda asosiy miya ishlab chiqaruvchi kompaniya hisoblanadi. To'g'ri, u ancha payt o'sib bo'lgan, lekin hozir sun'iy intellekt poygasi endi boshlanyapti. Mana shu robotdan tortib mashinalargacha hammaga miya kerak bo'lganda faqatgina shu kompaniya ishlab chiqaradi. Nvidia mana shu kelayotgan 10 yillikni yangi Apple'ga aylanishi mumkin desa ham bo'ladi. Endi biz buni texnik analiz qilib chiqamiz. Mana bizda Fibonacci tortsak grafikda bu 4 soatlik time. Mana bizda ham birinchi valna tugagan. Birinchi valna tugaganda Fibonacci tortganmiz. Hozirda ikkinchi valna korreksiya holatida bo'lib turibdi. Endi biz bu yerdan 3-valnani ushlab olishga harakat qilamiz. Bizga mana bu yerda imkon berayotgan bo'lishi mumkin. Bu 4 soatlik time. Qachonki mana shu trend liniyani H4 svecha tepada buzib yopilib bersa, bu kompaniyani aksiyasini sotib olsak bo'ladi deb hisoblayman. Sizlarga yana ozgina yaqinlashtirib beraman, tushunarliroq bo'lishi uchun. Mana ko'ryapsizlarmi? Kasaniyadadan hozir mana trend liniya qoidalariga mos hamma narsa to'g'ri keladi. Qachonki mana shu H4 svecha tepada yopilib bersa, biza сделка ochsak bo'ladi, kompaniya aksiyasini sotib olsak bo'ladi. Endi yana ozgina uzoqlashtiraman. Stopi qayerda bo'ladi degan savol bo'ladi. Xohlasanglar buni spotda sotib olsanglar ham bo'ladi. Agar futuresni sotmoqchi bo'lsanglar, stocks отделda mana bunaqa NVDA deb yozilganini qidirasizlar. Stopi mana 61.8 bilan 100 o'rtasida bo'ladi. Ya'ni oxirgi mana bunaqa eng pastki minimumga qo'yasizlar. Endi bizani kutadigan yagona ishimiz mana shu H4 svecha tepada buzib yopilishini kutish. Hozirdan o'zimiz sotib olmaymiz. Bashini kutamiz, mana shu holat bo'lishini, mana shu H4 svecha buzib yopilsa, keyin buni sotib olib 161.8 gacha ushlab tursak bo'ladi. O'rtoqlar, analizlarni juda ham ko'p so'rashyapti. Analizlar asosiysini men klubda beraman. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Tilla, kumush, Brent, Tesla, Aud dollar, USD Kanada, Euro dollar bular hammasini klubda beraman. Hozir men sizlarga mana klub haqida ham ma'lumot berib ketaman. Mana klubning ichi bo'ladi. Har kuni mana analiz berib boraman. Mana bunaqa PDF formatdagi ko'rinishda bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Tillaga analiz berilgan, USD Kanada, USD hammasiga analiz berilgan. Va bu faylni o'zi emas. Bundan keyin mana bunaqa video zapis qilib uni tashlab beraman. Ya'ni men faylni ichidagi narsani sizlarga umumiy qilib tushuntirib beraman. Ya'ni qanaqa payt сделка ochishimiz kerak, take qayerda bo'ladi, stop uni qayerda bo'ladi, hammasi qancha payt ushlab turishimiz kerak, hammasi bu narsani to'liq tushuntirilgan bo'ladi. Hakras hozir uni ustiga ko'pchilik mendan skidka so'radi. Ya'ni birinchi oyligiga hozir men buni skidka qildim. Endi hozir qo'shilib olsanglar bo'ladi. Buni yangi yilgacha qildim, birinchi oyligini o'ziga. Bu klub haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, adminning profilini qoldirib ketaman. Adminga klub deb yozib olsanglar, bu klub haqidagi to'liq ma'lumotni sizlarga beradi.